Men o'zimdan katta qizga uylansam bo'ladimi? Javob uchun oldindan rahmat. Qiziq savol ekan. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Siz o'zingizdan katta qizga o'ylansangiz bo'ladi, lekin tajribada biz atrofimizda ko'rganlarimizda o'zidan kattaga o'ylanganlar baraka topganini ko'rmadik. Lekin shar'an joiz bo'ladi. Nikohning shartlari, rukunlarini ichida o'zidan kattaga yo kichkinaga yo tengiga o'ylansin degan shart yo'q. Buni bilib oling siz. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhidan bir odam shunaqa savol bilan murojaat qilganida, u kishi bo'ladi, lekin natijasi baraka bilan tugamadi deb yozganlar. Biz ham xuddi shu baraka bilan, yaxshilik bilan yakun topgan nikohni deyarli ko'rmadik. Joizligi joiz, mumkinligi mumkin. Shuni bilib olsangiz bo'ldi. Allohu a'lam bis-savob.